Koreyachilar bilasizlar, Koreyada oq rangga talab juda ham katta. O'shaning uchun boshqa ranglarga qaraganda oq rang ozroq qimmatroq yuradi. Men ham sizga bitta oqidan siz olmoqchi bo'lgan mashinani topib qo'ydim. Bugungi obzorimizda BMW 320i sport modeli. Bütün kızlar bende var, bende para çok çok var. Burnumda hep toplar var, var. Mashinaga yaxshi qaralib minilgan, mashina luklarigacha bor. Mashinani bitta sizga salonlarni ko'rsatib beraman. Salonlarni qarang jigar. Yo'q narsani o'zi yo'q. Oldi orqa kamera, oldi orqa sensor, haypaslarigacha bor jigar. Qarang, buni olish kerak, buni bosib olish kerak. Bitta sizga zavod ham qilib beraman. Buni ovozini eshitdingizmi jigar? Shunday o'tirgani ochib ketaman deyapti jigar. Buni bitta bosib oling buni. Buni bosadigan joyi keldi jigar. Agarda siz bu mashinani bosib olsangiz, boya Koreyaga kelishingiz oldi O'zbekistonda sen hali hech nimani eplay olmaysan, sen Koreyaga borib hech nima qila olmaysan deydiganlarni og'ziga siz jimgina gapirmasdan javobingizni berib qo'yasiz jigar. Buni olish kerak, minish kerak, boshqa ma'lumotlar kelib bemalol buni test drive qilib ko'rib, xohlaganlaringizni aylanib ko'rib 1 soat, 2 soat ko'rasizlarmi? Kelib ko'rib ketsanglar bo'ladi. Eng videomiz asosiy joyi narxiga keldik. Bu BMW 320i modelimiz, sport modeli, unutmanglar, luki bor, oq rangda. Bu 117 ming yurgan 2012-yil sedan. Xullas kelam, buni narxi 8 million 300 ming. Agar realni olaman deb kelib ko'rib test drive qilib bu yoqni olaman desanglar, o'zim sizlarga yana ozroq tushirib beraman. Olish kerak, bosib olish kerak.